To'g'ri birinchi savol. Metanga alkan qo'shilganda protonlar soni 64 marta, neutronlar soni 71 marta oshgan bo'lsa, alkanni aniqlaydi. Birinchisi metan, keyingisi noma'lum alkan SN H2N + 2 formula bilan ifodalanadi. Mol nisbatlari noma'lum 1 molga x mol. Protonlar soni 64 marta ortgan bo'lsa, metanning tarkibida 1 mol tarkibida protonlar 10 ta. Bu 64 marta ortdi. Bu esa o'z navbatida 640 ga teng bo'ladi. 640 dan 10 ni ayirib olamiz. 630 tasi noma'lum alkanning tarkibidagi protonlar soni. Neutronlar soni 71 marta oshgan ekan. Mana bu metanning 1 mol tarkibida 6 ta, mana shu 71 marta ortibdi. Degani 71 ko'paytirilgan 6 426 ta, 6 tasi metanning tarkibida bo'lsa, 420 tasi noma'lum alkanning tarkibida. Protonlar sonini aniqlash formulasi 8n + 2 formula bilan ifodalanadi. Alkanniki. Neutronlar sonini aniqlash formulasi 6n formula bilan ifodalanadi. Mana bu 630 ga 420 xohlasalar, bunaqa qisqartirib olinglar. Xo'p, ikkalasi ham qisqaradi 7 ga. Mana bunga 9 tadan, mana bunga 6 tadan. Yana qisqartirib olsak 3 ga 2 nisbatda ekan. 3 ga 2 nisbatda. Endi hisoblaymiz tenglamani. 8n + 2 ni 2 ga ko'paytirsak 16n + 4 ga teng bo'ladi. 6n ni 3 ga ko'paytirsak 18n. Noma'lumlar bir tomonga, ma'lumlar bir tomonga o'tkazamiz. Teng 4 ga teng bo'ladi 2 ga. Noma'lum alkanimiz metan ekan. S2H6, ya'ni uglerodlar soni